Bugungi videoda Darknet saytidan klovn chaqiramiz. Kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Hammaga salom, men sizlar bilan Lukas va yangi mehmon Omonxon. Mana salomlashib qo'ying. Hammaga salom, men sizlar bilan Omonxon. Lukasning yangi videosiga xush kelibsizlar. Nargi safardagi videoni ko'rdingiz-ku, meni o'rtog'imni klovn o'ldirib ketdi. Nada ko'rdim, qayerda o'ldirdi? Yuring, men sizga ko'rsataman Omonxon. Mana bu yerda o'ldirdi. Hozir men buni tozaladim. Yoningizga qarang, klovn turibdi. Yo'q, qoching. Qani ketdik ikkinchi qavatga. Ana men yerdan ham turibdi mana. Mana tezroq qayerga? Qani voy bu yerdan ham turibdi. Qanday qilib bu yerga kelib qoldi? Mayli, bilmadim, mashina jimjitcha o'tiraylik. Qani unda agar jam bo'lsa men uni o'ldiraman, otvoraman. Yo'q, unday qilmang. Mayli, men o'zim o'ldiraman. Yo'qmi? Dada, yo'q, kelaver. Nimaga hozir kirib oldi? Davay ketdik. Unda qayerga kiramiz? Bu yergami? Mana pastga qarangchi, klovn yo'qmi? Hozir blokka qo'yib olay. Mana yo'q bu yerda. Yo'q, meni qarang. Yo'q, qarang, men yerda klovn turibdi. Tushib ketdi. Mayli, tushib ketdiysa, mayli, hozir keladi. Do'stlar, men yerda klovn turibdi. Men nima qilaman? Mana bu yerda turibdi. Omonxonni kutib turibdi. Nimaga menga tegmasdan u Omonxonga tegyapti? Omonxon, ko'rdingizmi? Dada, ko'rdim. Qoching, orqangizdan meni tutib, men hozir uni o'ldiraman. Voy, sizga tegib ketdi Omonxon. Qani, Omonxon, mayli, hozir uni o'ldirish kerak. Meni sochimdan tortdi. Qani, sochingizdan qanday tortadi? Bilmadim, sochimni yulib oldi menimcha. Yo'q, yulib olmasligi kerak. Men sizni videoyingizda ko'rdim, u Gambitni ham sochini olgandi. Qani siz Omonxon? Yo'q, kelaver, orqangdaman. Orqamda yo'qsiz-ku. Ammo voy, men tushib ketdim. Omonxon, mana chiqdingizmi? Dada, hozir men qarab kelay, klovn yo'qmikin? Yo'q, tezroq keling. U yana sizni sochingizdan olib sizni klovnga aylantiradi. Yo'q, qanaqa narsa aytyapsan? Davay, manlarni o'chirib chiqib, unda bizni ko'rib qoladi. Mayli, unda siz o'chirib chiqing. Mayli, hozir men sizga yordam beraman. Qani, mana qilyapman. Qani, mana bo'ldi, yaxshi. Ana bunisini ham qilib qo'yamiz. Mana buni ham qorong'i chiqdi. Endi Omonxon nima qilamiz? Bilmayman Omonxon. Ha, tezroq mashina kutib tur, men hozir kelaman. Yo'q, men ham siz bilan chiqaman. Mayli, kelaver. Mayli, ikkinchi qavatga chiqib ketdingizmi Omonxon? Qani siz? Yo'q, men qo'rqib ketibman, klovn deb o'ylabman sizni. Pastda yo'qmi? Yo'q, u ketibdi menimcha. Mayli, hozir unda uni ketgan bo'lsa yaxshi. Men hozir uni aniqlaman. Mana yo'qol klovn. Mayli, hozir mana ketyapman do'stlar. Kanalimga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Qani, unda men hozir pastga. Yo'q, oyog'im sindi menimcha. Omonxon, tezroq keling Omonxon. Gapira olmayapman. Do'stlar, oyog'im sindi. Lukas, tur. Yo'q, men qayerdaman? Sen ikkinchi qavatdan tushib ketding. Ikkinchi qavatdan qanday tushib ketdim? Klovn qani, ketdimi u? Da, yorug' tushdi, ketdi u. Mana yorug' tushibdi. Unda mayli, siz chi bilasizmi, ketgan, mana oyog'im rosa og'riyapti. Mayli, men unda chiqaman, hozir tepadan tushaman. Mayli, tushingchi, men hozir sizga qarab turaman tepadan pastdan. Mayli, hozir boraman. Davay, tezroq keling. Unda do'stlar, sizlar bilasizlar, men qanday yiqilganimni men eslamayapman. Men klovnni ham eslamayapman, qanaqa yuzini. O'zinglar bilasizlar, obunachilar. Mana qara. Mana qarayapman. Ana tepadan sakradi. Mayli. Unda do'stlar, sizlar bilan Lukas bo'ldim. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Olinglar sizlar.